Bismillahirrahmanirrahim. Kainatni yaratgan Cenab-ı Allah hamd sanalı olsun. İnsaniyetke hidayet nurunu epkegen Peygamberimizge dua salamlar olsun. Hürmetlik muhterem qarindoshlar, bugün biz to'xtalmoqchi bo'lgan tema İslamның yuqumliq kasallar qarta ko'rsatmasi degan tema ostida bo'ladi. Biz bu tema haqida İslam ve biz nomli programmamızda biraz to'xtalgan edik. Bugün başka bir tarafdan taxmin bir az bazı muhim nuqtalarni kengaytib o'ttirib qo'ymoqchi. Bugün temamiz sualdan tarkib topadi. Birinchi sual, İslam insonning sog'liqligiga yoki salomatligiga qanday qaraydi degan savol. Bu savolga javoban deymizki, İslam dini insonning manfaati uchun kelgan din bo'lg'achqa, qalblarni davolaydigan va badanni asraydigan ko'rsatmalarni elib kelgan. İslam dini insonni markaz qilgan, insonning manfaatini asos qilgan din bo'lganligi uchun inson hayotini va insonninki sog'lig'ini asrashni alohida prinsip qilib bekitgan. Şu sebepten İslam dini insanın hayatını qo'g'dash ve insanın bu dünyadaki vazifelerini ado qilishga ketarlik bo'lgan her bir insonni bo'lmaydigan din, can, aql, izzat, obro'y, mal mülk, erkinlik ve adaletten ibaret prinsiplarni vücut chiqarish ve onu qo'g'dashni shariatning eng yuksak maqsadlari qilib belgilagan. İslam dini hayotning har qaysi sohalarini o'z ichiga olgan mukammal bir din bo'lib sifati bilan inson hayotini va inson hayotining sog'lig'ini asrashni o'z ichiga olgan. Bu sebepten İslam dini insanın sağlığını asraş için vaba ve şunun o'xshash her türlü yuqumliq kasallar qarta prinsipleri ve bir bölük ko'rsatmalarini o'tirib qo'ygan. İslamning yuqumliq kasallar qarta o'tirib qo'ygan ko'rsatmalari ikki turlik bo'ladi. Yoki ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich kisel yüz berishdan ilgari kasalninki oldini olish bosqichi. Ikkinchi bosqich kasal paydo bo'lgandan keyin ya kasal ma'lum insonlar yuq bo'lgandan keyin uning qanday chora-tadbirlarni bekitish bosqichidan iborat. İkinci savol, İslamning yuqumliq kasallarning oldini olish to'g'risidagi chora-tadbirlar qaysilar degan savol. Bu savolga tövendeki bir qancha nuqtadan javob beramiz. Birinchi, İslam dini inson hayotini qo'g'dashga ahamiyat bergan va inson hayotini qo'g'dashni shariatning yuksak maqsadlaridan qilib belgilagan. Çünkü insan İslam dinida bu hayotning merkezi noktasını temsil kılıdı. Şu sebepten İslam dini insan hayatını halak kıladigan yoki insan hayotini xatar uçurtadigan ziyonliq har qanday narsalarni harom qilgan. Ikkinchidan, İslam dini her xil pokizlikni, mayli ma'naviy bo'lsin yoki hissiy bo'lsin, her türlü pokizlikni iymonning taqazzosi,
iymonning belgisi yoki iymonning ko'rinishi deb belgilagan. Payg'ambar alayhissalom pokizlik to'g'risida at-tuhur shatrul iymon dedi. Pokizlik iymonning yarmidir. Bu yerdagi tuhurdan maqsad qalbning pokligi va sirtqi a'zolarning pokligidan iborat bir butun pokizlik maqsad qilindi. Payg'ambar alayhissalom poklik iymonning yarmidir deyish orqali İslamның pokizligi ne kadar ahamiyat berdiganligini bizga eslatgan. Hem İslam dini namazga o'xshash İslamның asosli turki bo'lgan ibodatga tahorat erishishni shart qilgan. Va tahorat olmasa namozdanmi qabul bo'lmaydiganligi yoki ado topmaydiganligini alohida ogohlantirgan. Bu tahorat yoki pokizlik masalasida İslam dini yana ayollarninki jinsiy aloqa munosabatidan keyin yuyinishni farz qilgan. İslamning tahorat olish va g'usl qilish yoki yuyinishdan iborat bu ko'rsatmasi orqali mikrob yoki kasallarning yuqish ehtimoli bo'lgan ikki qo'l, ikki bilak, yüz deganimiz bir butun og'iz, burun, ko'zdan meni o'z ichiga oladi. Va 2 fut. Mush a'zolarni har kuni har qatim namoz tartaga vaqtida 3 qatimdan, har bir a'zoni 3 qatimdan yuvish orqali pokizlikni qo'g'dab bu yuqumli kasallarninki oldini olgani bo'ldi. Bugungi dunyoda insonlar yoki olimlar yoki doktorlar yuqumli kasallarninki oldini olish uchun qo'lni to'xtamay yuvishga, og'iz, burunning va yuzning pokizlik alohida ahamiyat berishga tashabbus qilmoqda. İslam dinimiz bu masalani har kuni 5 vaqt namozga 5 qatim tahorat elish buyurish orqali junub bo'lgan vaqtida yoki boshqa bir munosabatlarda yuvinish belgilash orqali bu masalani farz sifatida belgilagan yoki hal qilgan. Üçüncüden İslam dini tabiiy xarakter sifatida yoki har bir insonninki qilishi kerak bo'lgan boshqalar demisimi qilish lozim bo'lgan tabiiy xarakter sifatida 10 turlik masalani sunnat deb belgilagan. Buni inson bo'lish xarakteri bilan, inson bo'lish tabiati bilan o'z-o'zligidan qilish tegishlik masalalardan iborat. Bu 10 turlik sunnat deganimiz bir xatna qilish erlarga nisbatan jinsiy a'zolarninki er bo'lsin, ayol bo'lsin, muhit tozligini qilish, burutni yasab turish, ya'ni og'iz kirvog'idek darajada uzun qo'ymaslik, tirnoq elish, qo'ltiqning tuklarini ep turish, soqol qo'yish erlarga nisbatan, og'izni pok tutish uchun misvak ishiltish, yoki u qulay bo'lmasa hozirgi tish cho'tkallarini ishiltish, og'zini chayqash, burnini pokizlash, yuvgan vaqt, tartagan vaqtida yoki yuyingan vaqt barmoqlarning orasini ulab yuvish va cho'ng kichik tahorat qilgandan keyin istinjo qilishdan iborat bu 10 turlik masalani bu inson bo'lish xarakteri bilan qilish tegishlik tabiiy sunnat deb belgilagan. Bu 10 turlik ishlarning hammasi mana poklikni tashabbus qiladigan ko'rsatmalardan iborat. Bu musulmonning hayotida her kunidek bundan bir qanchasi icra bo'lib turdi. 4-dan İslam dini mikrobning yoki yuqumli kasalning boshqalar taqib ketmaslik uchun tush ko'rgan vaqtida burnimizni qog'oz bilan yoki lo'ngi bilan yoki kiyimimiz bilan, jaynakimiz bilan yoki olqinimiz bilan itib olishga buyurgan. Payg'ambar alayhissalom tush ko'rgan vaqtida burnini bir narsa bilan itib olib dedi. Ham bizga ashundaq tashabbus yoki ashundaq ko'rsatma kelgan bo'lsa kelgan.
Beshinchi, islom dini yemek içmeklerde payda qiladigan pok narsalarni halol qilgan. İnsonga ziyon qiladigan narsalarni qaysi turdagi narsa bo'lsin, uni harom qilgan. Bu halal haram doirasida qaraydigan bo'lsak, halal narsalarning doirasi kengri, haram narsalarning doirasi belgilangan cheklik miqdorda bo'ladi yoki oz bo'ladi. Buni oyat hadislar aniq ko'rsatib bergan. İslam dini haram qilgan narsalarning qatorida yirtqich hayvonlarning go'shtini yeyish va chashqonga o'xshash nejis narsalarning go'shtini yeyish cheklandi. Bugungi dunyo ofat bo'layotgan bu Xitoy virusining tarqalishidagi muhim illat yoki sabablarning birisi yoki yuqumliq ko'pincha kasallarning paydo bo'lish sabablarining birisi Allah haram qilgan narsani yeganlik. Yoki Allah cheklagan narsani iste'mol qilganlikdan yuqumliq kasallar avjanmoqda yoki paydo bo'lmoqda. 6-dan islom dini tamoq yeyishdan ilgari va tamoq yeb bo'lgandan keyin qo'limizni yuvishga buyurgan. Payg'ambarimiz bu to'g'risida tamoqning barakati tamoq yeyishdan ilgari qo'lni yuvish ve tamak yap bo'lgandan keyin qo'lni yuvish orqali bo'ladi deb her zaman, her vaqt mikrobdan yoki yuqumli omillardan saqlanish uchun qo'limizning pokizligiga va yemek ichmakning pokizligiga alayda rag'batlantirgan, tashabbus qilgan. 7-dan islom dini halol narsalarning ziyon qilib qolmaslik uchun yemek ichmak masalasida normal qadam basishimizni yoki normal qo'llanishimizni buyurgan. Gerçi yemek içmekle halal bo'lgan bo'lsa-mu, buni chekdan oshirib yeyish yoki ko'nglim torti deb ko'p yeyish bu insonga ziyonliqmi ziyonliq. Islom dini qaysi bir masala bo'lsin, normal yo'l tutish yoki o'rta hal yo'l tutishga tashabbus qilgan. Payg'ambarimiz bu to'g'risida bunda bir hadisni bayon qildi. İnsonga nisbatan qo'rsoqdimi yomon balo bo'lmasi kerak. İnsonga musibat kelsa, balo kelsa, nereden keldi? Qo'sqidan keladi. Ochko'zlikdan, ko'p yevaganlikdan, yoki oshirib yeganlikdan, yoki ziyonliq narsani yeganlikdan degan o'xshash baloning ko'pinchisi oshqozondan keladi. Burungi vaqtda faylasuflar yoki donishmandlar qo'saqni kasalning onasi yoki markaziy deb ataydi ekan. Islom dinimiz bu masalani Alloh burun o'tirib qo'yib, inson nisbatan xabalıqning ko'pinchisi qo'saq balosidan keladi deb o'tirib qo'ygan. Payg'ambarimiz so'zini davomlashtirib, insonga nisbatan normal tamoq yesa yetarli. Agar bak yiguz kelib ketsa qaysi bir tamoq bo'lsin, qo'sqini 3 turga bo'lib, 3 qism bo'lib, bir qismiga yemek ichmak, yana bir qismiga suv, ichimlik, yana bir qismini nafas olishga, havo olishga qo'yib qo'ysin, 3 turga bo'lsin deb buyadimi ko'rsatib bergan. Shuningdek, yana islom dini yemek ichmaklarning pokizligiga diqqat qilishga buyurib, yemeklik qachalangan qoch-quchalar ya qozon qumishlar bo'lsa, buni og'zini yapinglar. Ochiq qolmasin, buzilmasin yoki mikrob bosmasin. İchimlik bo'lsa, mayli suv olsin yoki boshqa sharbat ichimliklar bo'lib qolsin, bu narsalarni og'zini yoki chelakli bo'lamdi yoki shuni o'xshash qachalaydigan narsa bo'lib qolsa, buni og'zini itinglar deb tozlikqa yoki saqliqqa alayda ko'rsatib bergan. 8-dan islom dini yani saqliqimizni asrash, kasalning oldini olish uchun kiyim-kechaklarning pokiz bo'lishini alayda tashabbus qilgan. Çünkü kiyim-kechak pokiz bo'lmasa, ya kirlishib ketsa, ya pat-pat yuvilib turmasa, mikrob kiyim-kechakdan juqom do'st chiqadi. Bugungi tibobat yoki meditsina bu haqda ko'p to'xtalmoqda. Qur'oni Karimda alayda kiyim-kechakning pokizligiga ahamiyat berish buyurib, va fiyabaka fatahhir.
kiyimingni pokiz tutqin deb alohida tashabbus qilgan yoki alohida aniq bu haqda ko'rsatma buyruq bergan. 9-dan islom dini ya'ni kasal yuqishidan oldini olish uchun zina qilish yoki bachchivozlik qilishga o'xshash bu xil ishlarni harom qilib cheklagan. Chunki zina yoki bachchivozlikqa o'xshash qilmishlar AIDS kasaliga o'xshash yuqumli kasallarninki yuqishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, yana islom dinimiz ayollik munosabatida ayollarning oq tarafiga chaqilishni buni harom qilgan. Shundaqlam ayollar odat ko'rayotgan mezgilda yoki hayz mezgilda ayollar yaqinlashdimi cheklagan. Mana bu mu erlarning va ayollarningki sog'liqni asrash to'g'risida bekitilgan ko'rsatmalardan iborat. 10-dan islom dini har turli usullar orqali badanni kuchlantirishga qiziqtirgan. Masalan, payg'ambarimiz bu to'g'risida kuchlik mu'min ojiz mu'mindan yaxshi. Bu yer kuchlik degan sifatni har xil izohlash mumkin. Buning qatorida badanninki kuchliligimi jismoniy jihatdan yoki moddiy jihatdan yoki kuch-quvvat jihatdan kuchliligini ifodalaydi. Payg'ambarimiz badanni kuchlantirish to'g'risida turli ko'rsatmalarni bergan. Boshqa hadislar bor. Masalan, suv uzishni o'rganinglar. Ot minishni o'rganinglar. Va o'q etishni o'rganinglar. Bu bir misol va mushunga o'xshash badan chaniqtiradigan har turli tan harakatlarni elib berish orqali badanni kuchlantiringlar, ilmni oshiringlar. Bugun kunlikdami tibobat sohasida ta'kidlanayotgan masalalarning birisi badanni tan harakatini kuchlantirib tursa, ilmni oshirdi, kasallikka yuqib qolishidan oldini olish sabab bo'ldi deb tashabbus qilmoqda. 11-dan islom dini badanni garchi ibodat shaklidagi yoki ibodat xarakterli ishlar bo'lsa-mu, bak charchitib o'tishdan yoki badanni bak hodir o'tishdan yoki badanni bak och qo'yishdan cheklagan. Islom dinimiz badanning qimmatini alohida eskartib, inna li badanika alayka haqqan. Badaningning yoki jismingning sening ustida haqqi bor. Badaningning haqqini ado qilishing kerak. Badaning ochqas tomoq yeyishing kerak. Badaning bek charchab kelsa armalishing kerak. Badaning kasal bo'lib qolsa davolashing kerak. Badaning kirlishib kelsa pokizlanishing kerak deb bu xil ko'rsatmalarni bergan. Demak, bu yuqoritilgan 11 turlik ko'rsatmalar yuqumli kasallikni oldini olish uchun dinimizga o'tirib qo'ygan chora tadbirlardan iborat. Bu chora tadbirlar har turlik nuqtalarni yoki sohalarni o'z ichiga olgan. Agar insonlar bu xil ko'rsatmalarga rioya qilsa, Allohning izni bilan ko'pincha ahvollarda yuqumli kasallardan saqlanib qoladi. Üçüncü sual, İslam'dan yuqumli kasallarga giribdor bo'lgan insonlar qarta qo'llangan chora tadbirlari qaysilar? Ilgirkisi kasal bo'lib qolishdan oldini olish to'g'risida ko'rsatmalar edi. Endi bir odam kasal bo'lib qolgan bo'lsa, yuqumli kasal giribdor bo'lgan bo'lsa, islom bu to'g'risida qanday ko'rsatmalarni yo'l qo'ydi demoqchi. Bu savolga yana bir qancha nuqtadan javob beramiz. Birinchi savol, birinchi taqdirga rozi bo'lish. İslam aqidasida taqdirning yaxshi yomoniga ishonish bu iymonninki taqozosi.
Takdirde insanın eceli ve kisel oladigan bolsa, kisel oladiganligi bekitib o'tilgan. Bunun işiniş bu insonga ruhiy xotirjamlik, psixik xotirjamlikni ato qiladi. Şuna yuqumliq keseliga giribdor bo'lgan musulmon Allah'ın takdiriga razı olup kisel bo'lib qolgan bo'lsa, dinimizning buyrug'i bo'yicha qo'ldan kelgan barliq sabab-charalar bilan davolanishi lazım. Bir tarafdan razı bo'lishi, yana bir tarafdan davolanishi lazım. Mana bu takdirga iymon keltirishninki taqozosi. Musulmon Allah'ın iradesi ve takdiriga ishongan vaqti. Yani bu kainat Allah'ın iradesi bilen çöküleydi. İnsan kisel juqsa Allah irade qilsa juqidi, Allah irade qilmasa juqmaydi degan bu takdirga ishongan vaqtida musulmonning psixikasi buzilmaydi. Musulmonning qo'rqinchi, g'am, andishi besib olmaydi. Ruhiy sog'lom bo'ladi. Ruhiy kayfiyati ustun bo'ladi. İnsanning ruhiy kayfiyati ustun bo'lsa, kisel bo'lib qolgan taqdirdami, uning tiz shifo tepishi yoki saqayishi tizlashidi yoki osonlashadi. Dinimiz kainat her bir ishning Allohninki bilishi, ko'rishi va irodasi bilan bo'ladiganligini ta'kidlash bilan birlikda shu vaqtning o'zida musulmonlarni har vaqt harakat qilishga, amal qilishga ve sebep çağrı qilishga buyurgan. Fakat takdir kepti deb bilan qarab o'tirishga yoki yetishib buyurgan emas. Kisel bo'lib qolish taqdiri bo'lgan bo'lsa, kiselden qutulish ya kiselden saqlanish uchun ya kiselden saqayish uchun harakat qilish, davolanishmi, bu mu bir taqdir. Bu dinimizdagi ko'rsatmasi. Peygamber aleyhisselam bu to'g'risida kisel o'zligidan juqmaydi. Kiselninki o'zligidan qo'g'lab juqadigan undan kuchi yo'q. Allah irade qilsa juqadi, bo'lmasa juqmaydi. Shuning uchun kisel juqmasin deb ko'pinchamiz uylarimizda o'tiramiz. Allah irade qilsa kisel juqadi. Allah irade qilmasa kisel juqmaydi. Biz sebebini qilamiz, takdir Allah'ın. Şunun için Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte kisel özlikinden juqmaydi. Lekin sen sebep çaresini qilib, kisel bo'lib qolishning oldini oldi. Kiselden yo'lvasdan qochgandek qochqin. Kiselden nari tuğin. Yuqumliq kiseli bor odamlar yaqinlashmagan. Ulardan ehtiyot usuli bilan muomala qilgan deb bu haqda bizga aniq ko'rsatmalarni bergan. İkinciden bir insan kisel bo'lib qolsa, uning davolanishi shariatning buyrug'idir. İslam dini kisel bo'lib qolgancha davolanishga buyuradi ve sebep çağrı qilishni tashabbus qildi. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifte ey insanlar davolaninglar. Tadavu ya ibadallah. Davolaninglar. İnsanlar davolaninglar, sebep çağrısı qilinglar dedi. Kisel bo'lib qolsangiz. Çünkü Allah bu dünyada bir kiselni yaratgan bo'lsa, uning doğrusunu birga yaratgan. Bu hadis kisel bo'lib qolgan kishilarga umid bag'ishlaydi. Her qanday bir kiselning doğrusunun tepildiganlik to'g'risida odamga umid beradi. Çünkü hadis deydi ki Allah bir kiselni yaratgan bo'lsa, uning doğrusunu billi yaratı doğrusu var deydi. Doğrusu bu dünyada, bu kainatda var, bu hayatta var deydi. Fakat izleniş qaldı. Tadqiqat ebberiş, tecrübe ebberiş qaldı. Muş izleniş bo'lsa, tadqiqat bo'lsa kiselning doğrusu tepiladi. Demek kisel bo'lib qolgan insan umidvorlik ruhiga ega bo'ladisa, kisel har qancha ig'ir bo'lgan taqdirdami
ümidini yo'qotib qo'ymaydi. Va idza mariztu fa huwa yashfin. Kisel bo'lib qolsam Alloh shifo beradi degan umid bilan sabab chorasini qiladi. O'zini tashlab etmaydi. Ya psixikasi buzilib o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Yoki ileri o'lib ketadigandek sabrsizlik paydo qilmaydi. Shuningdek, yana bu hadis olimlar va doktorlar alayida yo'l yo'riq berib, kasalning doğrusu tepanglar. Tadqiqot olib beringlar. İzlaninglar. Bu sizlarning majburiyatinglar deb ularga ko'rsatib bermoqda. Shunga bugun kunlikda bu kasalning doğrusu yo'q. Bu kasalning doğrusu faqat yo'q degan bu qarash xato. Dinimizin ko'rsatmasi bo'yicha ölüm ve qiyinlikdan başqa her qanday kasalning doğrusu bağımsız. U nerede varsa tadqiqot natijasida olimlarninki qo'lida, doktorlarninki emgak kirdi.